Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hurmatli televizor ko'ruvchilar. Yangi bir qatimliq ochiq suhbat programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Qadrli qarindoshlar, bugungi suhbatimizga yana o'tgan soatda biz qimmatli bir mehmonimizni taklif qilgan bo'lsa-mu, ijtimoiy fanlar doktori professor Ablat Turan akamizni taklif qilgandik. Qimmatli ma'lumotlarni bergan o'zi Rossiya ijtimoiy fanlar akademiyasining asli a'zosi va tarixshunos olim. Biz o'tgan qatimliq programmamizda o'zininki asarlari, o'zininki ilmiy tadqiqotlari va O'rta Osiyodagi bo'libmi xalqimizning qanday holat yashayotganligi, Uyg'ur xalqining u yerda qanday shon-sharaflarni keltirganligi haqida qisqa qilib meg'izliq shaklda ma'lumot bergan bo'ldik. İnşallah bugünkü programımızda hem şu programın ahirini, şu suhbatimizin ahirini davamlaştırmamız. Kıymetli vaktin çıkıp kepegen hürmetli Ablat Turan hakkımız köpük rahmet ediniz. Rahmet. Allah razı olsun. Ablat Kem'de şu ülkem saatte ahirde biz eserlerimizni tanıştırıp ötken kısa şekilde kitaplarımızda malumat bergensiniz. Yana anlasak siz yana nurg'un shu xizmat qilish jarayoningizda, uzun yillik xizmat qilish jarayoningizda Uyg'ur xalqi uchun, Uyg'ur xalqining u yerdagi vatanimiz uchun nurg'unlagan rus tilida asarlarni yozib va yuzlagan maqolalarni yozibsizlar. Shu xizmatingiz haqida taqinbek tafsiliy bir ma'lumot bergan bo'lsangiz, asosliq qaysi sohaga ko'proq kuchab xizmat qildingiz? Bundan kirsak. Ma'qul. Ilmiy faoliyatimga bir nazar tashlasam, shu 40 yil mobaynida endi 8 ga yaqin kitobim bilan 100 dan ortiq maqolalar chiqaribdiman. Endi u o'zimning ilmiy faoliyatlarim sohasida chiqargan qilingan tadqiqotlar ishlari asosan hammasi bular manbalar shu Rossiyada, Moskvada, xorijiy mamlakatlarda chiqqan. 2011-yili men 60 yoshga to'ldim. Xo'sh. 60 yoshga to'lib, keyin men o'zimning oldimga savolimga o'zimga bir savol qo'ydimda, sen o'zingning millating oldida nima qilding? Fan sohasida shuncha kitob yozding, shuncha nima qilding? Sen o'z millating, o'z xalqing oldida to'g'risida nima ishlar qilding degan bir savolni qo'ydim. Shu savolga javob tepish jarayoni 7 yilga mana bugun 7 yil bo'libdi. Shu pensiyaga chiqqan kunimdan boshlab, dam yosh chiqqandan boshlab men o'zim butun vujudimni, o'zimning butun faoliyatimni millatim, xalqimning tarixini shu dunyoga to'ntirish, Rossiyada to'ntirish, xalqimning madaniyatini dunyoga Rossiyada to'ntirish, xalqimning san'atini to'ntirish maqsadida men shu ishga qo'l urdim. Endi abayim eslatib o'tgan birinchi navbatda cho'ng kitobni chiqardi, o'sha Qadimiy Uyg'uriston deb, Qadimiy Uyg'uriya degan kitobim bu Olmaotada chiqqan bo'lsa, keyin 2014-yili men maytni butun manbalarni izlab, manbalarga ahamiyat berib, shu Ipak yo'li tarixiga qiziqishni boshladim. Shu Ipak yo'lini qiziqishni, tarixini bir o'rgansam, Ipak yo'lining asosiy yo'llari G'arb bilan Sharqni bog'laydigan asosiy region deymiz, joy bizning vatanimizga. Shu men endi o'z ko'zim bilan ko'rishga lozim qildim. Oddiy sayoq bo'lib, men vizani elib, tarixiy vatanimga bordim. Borib, birinchi berishimda shu Qirg'iziston orqali, O'sh orqali Urkishtam degan devoni bor. O'sha o'tish devoni. Shu o'tish Urkishtamdan hali men yo'l chiqibdimi? Bishkekdan O'shga 600 kilometr mangan bo'lsam, O'shdan Anasga Urkishtamgacha 270 kilometr, 870 kilometr, yana bir 30 kilometr chegaragacha borsa, bir 900 kilometr menib berib chiqmaganda Urkishtam devonidan shunda o'tib chegaradan hujjatlarni rasmiylashtirib o'tganda Qashqar 270 kilometr Qashqar. Shu Qashqarga berib, Qashqardan Janubiy Ipak yo'li bo'yicha kelib, o'sha yo'ldan Qirg'izdan Chechengacha, Niya, Chechenlar, Keriyalargacha berib, u yoqdan qaytib, keyin Xotandan Taklamakan cho'lini
kesip öttüm-de, kesip ötüp Turpan'da ötüp bu yoqdan anasını Gansu, Serq Uyg'urlar yaşaydigan joylagacha, Do'nqonlagacha, minglab ashula UNESCO tarafidan ishlangan shu sizningki butun sayohat qilingan joylarni xaritlik shaklda bir hujjatli film shaklida film chiqaribsiz bu UNESCO tarafidan tasdiqlangan, qo'llangan bir film. Uni agar shu qarindoshlarimiz hozir bo'lgan bo'lsa, buni bir videolog shaklda biroz ko'rib o'tsak, unga buni ustiga biroz tushuntirishimiz texnik uchuq qildi deb o'ylayman. Agar qarindoshlar rejadagi qarindoshlar hozir bo'lgan bo'lsa, buni bir ko'rib o'taylik ekranimizda. İpek Yolu Şərq və Qərb mədəniyyətinin. Benim tarixi vatanımga berishimning maqsadi yeni bir kitap yaratish. Yani Uyg'ur İpek Yolu'na bağışlangan kitapni yozish maqsadida 2014-yili ben ana vatanimga bordim. Birinchi borganimda 9,5 kilometr yo'l chiqdi. İkinci yili 2015 yılda yana seferler bulup 9 kilometre yürüdük. Şu seyahat damında ben kilometrik süratlerle tarihi abidelerine düşürüldüm ve her günü ben vagan yerlerimi Almuta'da çıkan yazdıklarını defterine düşürüp yazıp geldim. Vatanımızın tarihi namı. Bu Fars mənbələrdə, Arab mənbələrdə Uyğur degan nom işletildi. Türkistan, Şinjan bilan 1750. Aşı ular zapt qilgan dan. Bu mening aşı abayam eslatib o'tgan birinchi aşı men chiqqan marsrutim mening men chiqqan yo'llarimda bu. Bu Janubiy Uyg'ur İpek'inin janubiy nimaları, yo'llari. Janubdan ketganlar, bular bog'lab hammasini qilgan. Mana shu janub yo'lda masalan Xotandan Chanyongacha Xitoyning qadimiy poytaxtigacha boradigan yo'l 5000 yillik yo'l. 5000 yil oldin Xotanning savdogarlari Qoshteshi bo'limida Qoshtashidan ishlangan. Qadimiy İpek yo'lini bo'ylab ma'nolar. Qadimiy İpek yo'luna borsa. Hamda men nima uchun qadim Sharqiy Turkistonning qadim Uyg'ur İpek yo'li deb nom qo'ydim? Chunki mana bu hududni ko'ring. Butun hududdan 30 dan ortiq shaharlarda 2015-yili endi Qo'rg'os orqali kirib ketgan. Qo'rg'os orqali. Qo'rg'osga bu besh baliqlarga berib, nima qil, bu paytda men nimalar qumullargacha berib qaytib kelganda. Shu boshqa hududda joylashgan mana masalan yo'llar, asosiy yo'llar, buni men farklı ravishda aytamanki, Uyg'ur İpek yo'li bu. Uyg'ur İpek yo'li. Uyg'ur İpek yo'li. 2015-yil mangan bu. Mana shu hamma xaritalarni shular birma-bir yirib, chizib, berib, hattoki qayerda Turpanning qaysi yo'liga ketadigan, tog'larning ortiga kirib ketadigan yo'llargacha berib chiqdim-da. Lekin ayerda tenab qolgan joylar bor. Asosan siz shunday ma'noda. Mening shu g'oyam, fikrim shu kitobni, kitobni dunyoga keltirish, yozish. Mana bu yozgan kitobimni boya ekranda yana bir qaytadan ko'rsatdi. Mana shu kitobni dunyoga keltirish maqsadida yozamiz. Bu hamda vatanimizning azroq bir manzaralari, tabiatlari, go'zalligi, tog'lari, mana shu Uyg'ur İpek yo'lining hamma xaritalari bu o'sha Xitoy tomonidan kelib g'arbga ketayotgan bizning vatanimizdan orqali qilingan. Bu tarixiy abidalar, Idikochari, Idikochari, bularni xarobalarga aylanib yotadi hamda lekin bu saqlanib qolgan ahvoli shu. Hozirgi bugungi mana bizning o'sha tariximizning bu ne sayyohlar, arxeologlar buni osmon ustidagi, osmon tagidagi muzeylar, ochiq muzeylar deb ataladi. Ochiq muzeylarda, tayyor ochiq muzeylar turdi. Hamda bular to'kilib mana qolgani shu. Bu o'sha ilgarigi madaniyatga tegishli binolar, o'sha hozirgacha turgan qarang loyihalardan, tomlardan yasab, har xil shu
şunda işletilganlar mana 1000 yil, 2000 yildan beri yo'qolmay haligacha saqlanib kelgan nimadan bo'lsa 10 kilometr, 10 kilometrning nimasi. Shu o'sha yetguncha Uyg'ur xalqining joylariga yetguncha xabar berib turdi-ganda. Bunday bir ajdodlarimiz o'ylab topgan narsalar. Hayron qoldigan narsalar. Ayniqsa endi bu tarix, bu nima hozir asosan şu Yevropani, bu bir akamiz aşağıda ruhap sadasını anlap kalıp düştüm. Bana tuyak mazarı. Bu harabalar naitte neçe min yıllık harabalar ben aşağıda bir gün kaldım bir gün. Şu bir gün ne işte bir öyde konuşka doğru geldi. 500 yıllık o öyge. Tangatkışı uxlamay hayacanlanıp uyku kemide kelgan bir keçiside bir avaz geldi ecdatlarımın avadı. Mana işlemsiz, mana başa qatıp kaldım. Qatıp gelip şu ecdatımdan ruhi, ecdatlarımdan avazı kelip şu aşağı ecdatlarımdan paranlaşıp çıktım tanıdıkça. Tuyuq mazarından. Tuyuq mazarından aşağı bir öyde. 500 yılga o öyge. İmaratka. He, İmaratka. Aşağı muzey kılanarken şu aşağı benim tasarruflarım şundan bir çoğun boldu ki hem de aşının tuygulları, aşının nimeleri şu sayahatının bana tesiri, boğan tesiri ben şu kitapka oturup ben künüge 16 saat 24 saat bolsa künüde hayatka berilgan vaktine bolsa ben 18 saat işleşki to'g'ri keldi. 12'de yatıma, 5'te kopuma, icad kılımı. Şöyle 6 ayın içinde bu kitabını yiyip tüketip çıkarıp ettik. Da. Mesela gayet benim hem de bu kılan işim halkımın aldığı ödemden bir küçüküne burçumunu ada kıldım. Küçüküne bir vazifemle bacağı kıldım ben. Benim kıldığım işlerim köp. Hoş. Mesela lekin olim sifatida bu yozgan kitoblar, asarlar bu xalqim uchun, xalqimning dunyoga to'ntirish oson, bir xalqni tarixini o'rganmasdan kitobga nima qilsa, bir xalqning madaniyatini o'rganmasdan madaniyatini o'rgansa. Men bir fikrni aytay bugün şu studiyada. Uyghur Türk namı mağrur jaranglaydı. Nima uchun mağrur jaranglaydı deb savol qo'ysa, u o'zining qadim tarixi bilan mağrur jaranglaydi. O'zining qadimiy san'ati bilan mağrur jaranglaydi. O'zining qadimiy yozuqlari bilan jaranglaydi. O'zining madaniyat san'ati bilan va dunyoning sharq mo'jizasi bor. Bu 12 Uyg'ur muqomi. Bu birorta bir millatda, birorta bir Turkiy xalqlarning orasida bundan ijod texib oxirgi 2000 yilning ichida qilinmagan. Hindlarda bor 4 ta muqom. O'zbekistonda bor 5-6 muqom deydi ular böyle. Lekin Uyg'ur xalqiga o'xshab 12 muqomni ijod qilib qo'ygan texib bunday millatni manbalarda birsini uchratganim yo'q. Hamda yana bir fikrni aytishga to'g'ri keladi. Shu men bu narsalarni o'zimni burchim deb hisobladim. Xalqim oldida ozroq bo'lsa-mu, men shuni yezib, qoldirib, kelajak avlodga, boshqa millatlarga, boshqa davlatlarga to'nishtirish maqsadida qildim. Hamda bu qanchalik ashi ro'yobga chiqib natija bersa, men o'shaning bilan xush bo'lib o'timizda buni yani. Endi men yana bir faxrlanib aytadigan joyim borki, shu men mag'rurman nima? Shu o'zimning mana shu tanamda Uyg'ur qoni bo'lgani uchun, men shunday bir buyuk millatning, tarixiy millatning vakili bo'lganim uchun, yana bir shunday bir tomonlari borki, Uyg'ur inson qayerda yashamasın? O'zbekistonda yashamdi. Turkiya davlatida yashamdi. Qozog'istonda yashamdi, Avstraliyada yashamdi, Yevropada yashamdi. Ikki xalqqa xizmat qiladi. Birinchidan, shu yashayotgan millat xalqiga xizmat qiladi. Masalan, Turkiyada yashayotgan bo'lsa, turk millatiga xizmat qiladi. Mayli yashaydi. Tuzlonni mashanikini yeydi.
Meşenin havasını aldı. Şu zeminde çoğun oldu. Demek birinci nöbette boşa halkka hizmet kılacak. İkinci özanın milletine. Bunak meselek bir hafta bir millette bulması gerek. Fakat bizim boynumuzda, zimmemizde. İki halkka tanımıtan hizmet kılış. Biriga yaxshi xizmat qilib, ikkinchisiga o'zimning millatim bo'ldi, uni tarix qoladi degan gap yo'q. Palliga, tarozga qo'yib, biz o'xshashla xizmat qilamiz. Mana shu men buni olim sifatida, filosof sifatida, sotsiolog, tarixchi sifatida qayerga bormizda, qayerlarga mana shu Yevropada shuni ko'rdim. O'z ko'zim bilan ko'rib, men buni ifodasini oldim-da, isbotini oldim. Qozog'iston. Ikkinchidan Uyg'urning qobiliyati shundaqki, elingga kirsang, elingcha, belingga kirsang, belingcha deydi. Shu qaysi bir millatning orasida yashasa, shu millatdan yaxshi so'zni so'zlaydi. Mana masalan siz turk tilida so'zlasangiz, men bu yerda bir vatandoshlarimizni quloq solib qolma. Acaba deyman, mana qara bu turkning o'zidan qilishmaydigan turk tilida konuşayotganini to'g'ri so'zlayotganda qilaman. Qozog'istonga borsang, qozoqchani. To'g'ri. Bu yani bu bizning millatimizning ochiqligi. Bizning millatimizning barakanligi. Bizning millatimizning tirishqonligi, aql pudratligi va bundan yana ko'p misollarni keltirdim. Nurg'un misol keltirdi hakikaten doğru. Hamda abay xaritidan ko'rib o'tdik. Balkim bu masala yillarcha hozir masalan to'rlarda u yerga uchirgan vaqtida ba'zilar Uyg'uriston deb qo'ygan vaqtida nimishqa biz 33-yil qurilgan Sharq Turkiston Cumhuriyatining ismini ishlatmaymiz deb qarshi chiqilganlar ko'p bo'ldi. Uyg'uriya, Uyg'uriston, Sharq Turkiston buni ham siz bir tarixchi bo'lsangiz bu so'zlar qanday kelib chiqqan? Shuna biroz to'xtalsak. Bunun yıldızını yani. Merkezi Asya ezelden ilgirten Türk halklarının makanı. Türkistan, büyük Türkistan ülkesi, Turan. Bizden bana Turan, Alp Artuna, birinci turulgan devlet, Türk devleti Turan. Oğuz Khan kurgan devletler, bizni birleştirgen g'oya, fikir, hamma narsa bu narsa bor. Kelgan aslan bu Turkiston nomi keyin chiqdi, keyin qo'yildi. Turkiston, Turan degan nomlar bu Turk xalqlarining zemini degan. Bu xalqlar osmondan kelib yerga tushib qolgani yo'q. Ashada ajdodlari yashagan joyda yashab, ajdodlari yashagan joyda taraqqiyot ko'rib, kelgan davlatlarni qurib, butun dunyoga Türk milleti sifatida tonildi. Şu yerden taraldı da taraldı. Şu yerden taraldı. He. Aşağı maşa Avrupa'ya geldi. Doğru. Hem de qarang. Ahirgisi mana Osmanlı imperiyasi, Osmanlılar bir yer kelib, maşa büyük imperiyani tuzib, 500 yil ichida hukmronlik qilib, mana bu yerda maşa Vizantiyaning poytaxtini ishg'ol qilib, hozir Istanbul nom qo'yib, bu yerda 500 yil bu o'zining hukumatini tarqatdi. Endi bu yerda siyosiy jarayonni oldigan bo'lsa, tabiiy holatdan ikki imperiya bu yoqdan Rus imperiyasi, bu yoqdan Çin imperiyasi, bular imperiya bo'lgani uchun imperiya bir hududni besib olma yoki u hududga ega bo'lmaydigan strategik geosiyosati bor. Shuning uchun Rossiya kelib O'rta Osiyoni ishg'ol qildi. Turkistonning g'arbiy Turkistonni bo'ldida, ilmiy tilda g'arbiy Turkiston degan bilan siyosiy tilda Rus Turkiston degan nomni oldi. Rus Turkistoni. Qaysi manbalarni olib elib ochib, masalan, ingliz manbalarini olsangiz, ingliz manbalarida xaritalarda Russian Turkiston deb yozib qo'ygan. Rus Turkistoni. Endi bu sharqiy tomonni Çin imperiyasi, shu Manjurlar sulolasi, Manjurlar Xitoyda 300 yil hukmronlik qilgan tuzilgan bo'lsa, shu Manjurlar sulolasi kelib boya xaritada ko'rsatgan 1759-yilda bu yoqni besib elib, Xinjiang degan nomni qo'yib, Xinjiang Xitoy tilidan yangi o'lka, yangi hudud degan nomni tarjimasini ma'nosini bildi. Yangi chegara. Xinjiang. Yangi hudud. 1759-yil. 1759-yilda. Shundan keyin bu ma'lum bir manbalarda Sharqiy Turkistonni deb nom oldida va
manbalarda Manjurlarning ayrım Xitoy- tili yo'qmi de? Xitoy Turkistoni, Kitayskiy Turkiston deb nom oldi. Xitoy Turkiston. Manbalarda. Ha. Manjurlarning ayrım tili yo'qmi de? Manjurlarning aylan tili yo'q bo'lib ketdi ularning. Yo'q, o'z vaqtida. Ha, o'z vaqtida ularga shu yil ichida qarang, bu yerda bir manba, ayrim bir manbalarda, masalan, Mo'g'ullar bizning tilimizni ishg'ol qilib davlat tiliga aylantirdimi? Oshning orasida manjurlarni olgan ekan. Manbalar bor. Manjurlar kimning tilini? Ana shu Uyg'urlarning qadim tilini ma'lum bir darajada uni ishlatgan, kiritgan. Nima qilgan? Ha, ilqinda bunda tuz izi. Ha. Mo'g'ullar qo'llanayotgan. Ha, shu narsalarda yozilganlar bor. Shuning uchun bizning bu yagona Turkiston, yagona Turan butun xalqi u paytlarda masalan sen o'zbek turksan, qozoq turksan, uyg'ur turksan, unaqa degan bo'linishlar bo'lmagan. Bir hudud, bir g'oya, bir millat, bir vatan. Faqatgina bu vatanni kengaytirish uchun harbiy yurishlar qilgan. Shuning uchun turklar dunyoga o'zining harbiy yurishlari bilan mashhur bo'ldi. Bosdi, Chindevargacha bosdi, bu yoqda mayalla davlatlar qurdi, Turk xoqonligi vujudga keldi, Uyg'ur xoqonligi vujudga keldi, Seljuk imperiyasi keldi, Amir Temurning nimalari keldi, davlatlari keldi, Osmon davlatlari keldi, O'rta Osiyodagi O'rta Osiyo u yoqda bo'lsa, O'rta Osiyo nima? O'rta Osiyoda xeyli bir davlatlar vujudga keldi. Yani ashlarni olgan paytda, onu qarasak, albatta bu ikki davlat shuni boshini shu bizning Turkiya xalqlarining yerini parchalanib ketishga, bo'linib ketishga, har xil millatlar, har xil hududlarga taqab ketishga sababchi bo'lgan asosiy sabab deb tushunsa bo'ldi. Xo'sh. Ya'ni bu Uyg'uriya, Uyg'uriston degan narsalarni shundan kelib chiqdi. Ha, endi Uyg'uriya degan nom men nima uchun ko'pincha Uyg'uriya deb ishlataman? Uyg'uriya Fors manbalarini olsangiz, Fars manbalari. Fors manbalarini olsangiz, Uyg'uriya degan nom ishlatildi. Keyin arab manbalarini olsangiz, arab sayyohlarimiz ko'p kelgan u. Arab sayyohlari kelgan. Masalan, arablar qo'ygan O'rta Osiyoning nomini Mavir-Nahr deb qo'ygan. Mavir-Nahr. Ikki daryoning o'rtasiga joylashgan o'lka deganda. Shuning uchun bu Uyg'uriya degan nomni men nima qildim? Endi Uyg'uriya degan nomini ko'pincha antik olimlarning asarlarida uchratamiz. Ana qilamiz-da. O'yxo'rlar. O'yxo'r. Buni Gerodotda qo'ygan. O'yxo'rlar. Shu vaqtda Uyg'ur deysi. O'yxo'r deysi, Uyg'ur deysi. Asha. O'yxo'rlarni kelib chiqqan narsa. O'yxo'rning nomi Qo'yxo'r, keyin ati nomi esa shu Uyg'ur imlasida kelib chiqargan ma'noni bildirdi. Va ikkinchidan Sharqiy Turkiston agarda unga Uyg'ur o'lkasi deb qo'shsak, texmi aniqroq bo'ldi. Endi bizning Turkiston degan vaqtida. Sharqiy Turkiston degan paytida, endi u yerda asosiy xalqi, asosiy Uyg'ur turklar bo'lgani uchun asosiy Uyg'ur davlatlari shu hududda vujudga kelgan uchun tarixshunos bo'lish ustundan mana siyosatchi sifatida emas. Normalda masalan Uyg'uriston bu desa, u tarixdan buyon u yerda 33-yil qurilgan jumhuriyatning ismi shu Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati. Bu so'zni ishlatgan vaqtida u yerda yashayotgan boshqa Turkiy qarindoshlarimiz, qozoq, qirg'iz, o'zbek, bularning hammasini o'z degan bo'ldi, ularni rahatsız qilmaydi. Ammo sen Uyg'uriston degan vaqtda olarni xuddi sidqi ishtagandek, ularni o'zlarining orasiga olmagandek bir xil hukm berib, birlashmaydan ekanman degan qarash qanday qaraysiz? Bu yerda bunday fikr etishim mumkin. Birinchidan, Uyg'urlarning etnik kelib chiqishi va shu 1000 yil, 2000 yil, 3000 yilda millat bir kunda shakllanmaydi. Albatta. Uning 2000-3000 yil ketgan. Til jihatdan, iqtisod jihatdan, manfaat jihatdan hamyatdan chiqganda shu masha rivojlanish davlatda etnik rivojlanishni oldigan nima qildigan bo'lsa, men buni bir o'rganib chiqdim. Uyg'urlarning nemisida bag'ri kengligi davlatni qurishdimi tarixiy O'g'iz Xonning davridami Uyg'uriston deyilmagan. Hun davlatida masalanda qaraganda. Chunki 22 ta qabilani birlashtirib bir nima bo'lgandan keyin
Shu nomni shunlarni qilgan. Endi bu yerda masalan bu qadimgi tarix. Xo'sh. Qadimgi tarix. Endi masalan bu Uyg'ur xalqonligining 3 ta Uyg'ur xalqonligining tarixini oldigan bo'lsak, bu yerda nima uchun bu Uyg'ur xalqonligi degan nomi chiqib ketdi? Chunki Yog'liqar avlodi, Adiz avlodi, Qarluqlar avlodi bular ustida tug'an. Bular endi toza jim Uyg'ur qabilalaridan bo'lgani uchun ular bayroqni ko'tarib chiqib Uyg'ur xalqonligi deb nom oldi. Tarixda Uyg'ur xalqonligi deb bu muhrlandi. Xo'sh. Muhrlandi-da. Bu yana O'rta Osiyoning tarixi. Endi masalan, G'arbiy Turkistondagi o'lkani olsang, G'arbiy Turkistondami hech qachon nomi masalan Qozog'iston, Turkiston, O'zbekiston deb atalmagan 15-yilgacha, 15-asrgacha. Kechirsiz. Masalan, u yerdami Buxoro xonligi bo'lgan, Xo'sh. Qo'qon xonligi bo'lgan, Xiva xonligi bo'lgan, har xil bo'lgan. Bizdami o'lkamizda u yerda masalan Yarkat xonligi. Olaydi. Albatta. Shuning uchun ayrim bir tarixiy jarayonlarda o'sha davlat asoschisining nomiga qo'yilgan Saudiya Uyg'ur davlati deganda o'sha Saudiya Said sulolasi boshida turib uni turg'izgan. Endi bu Sharqiy Turkiston Uyg'urlarning zamini bo'lib turib, vatanning nomini Sharqiy Turkiston qo'yib, buni o'sha boshqa millatlarning ko'nglini elish maqsadida qo'ygani bir tomondan tushunarli hol. Ikkinchi tomondan tushunarli hol emas. Demak, men uchun tushunarli emas. Men uchun tushunarli emas. Men har bir ismni, har bir narsani o'zining nomi bilan atash kerak deymiz. Bizda farzand tug'ilsa, farzandga nom beramiz, ismini beramiz. Bizda bir narsa deb atab qo'ymaymiz, bir o'lkaning nomi bilan-da qilib. Shuning uchun ism berganda, nom berganda biz o'ylaymizki, o'sha ism mos kelish kerak, ma'nan bo'lish kerak-da. Shuning uchun agarda u zaminning egasi, u zaminning nimasi, asosiy xalqi, asosiy tashkil qilgan son jihatdan, til jihatdan, nupus jihatdan, hamma jihatdan shu ashaning, ya'ni egasi asha Uyg'urlar bo'lgani uchun menimcha Uyg'ur Sharqiy Turkiston Respublikasi deb Uyg'ur nomini qo'yishsa, bu yerga qozoq qarindoshlar hech qanday ranjimaydi. Bu yerga yashaydigan boshqa millatlar ranjimaydi. Uyg'ur Sharqiy Turkiston Respublikasi masalan qo'yishayotganda shu adrar bir siyosiy xatoliklarga yo'l qo'ygandan keyin, masalan uning sababini, azabini keyin tortilgan. Boshqa masalan Yoqub davlat qurgan davlatimi Yati shahar deymiz. Uni hech kim Uyg'uristonda, lekin muhrlangan o Uyg'uristonda. 16-17-asrlarning manbalarida ayrim kitoblarda Uyg'uriston degan nomni uchirtsa. Qo'yilgan. Uyg'uriston degan nom bor. Bu o'zimizni chiqib qolgani yo'q. Bor, manbalarda bir joylarda ishlatilgan Uyg'uriston deganda, Uyg'uriya degan narsalar o'sha manbalar ishlatilgan. Bu aniq. Shuning uchun mening fikrimcha shu ish bir mubolag'a bo'lmaydiki, agarda o'sha nomni o'sha millatning nimasiga taqab o'tib nimasi. To'g'ri, men boya eslatib o'tdim, yana qaytarishga to'g'ri keldi. Bizning bag'rimiz keng. Kengligi uchun biz butun bir o'lkani, bir nomini, viloyatni hozirgacha Sharqiy Turkiston nimaga bu turklarning bir ma'nosi bor. Bu yerda bizning vatanimiz Turkiy xalqlarining vatani. Bu vatanda bizimda faqatgina Uyg'ur turklar emas, bu yerda qozoq turklarimi, boshqa turkmi, ajdodlarimiz yashagan uchun biz tarixiy nomini saqlab kelayotgan maqsaddami uni ishlatyapmiz. Shuning uchun agarda biz balki eng oxirida qurilgan Cumhuriyetimizning ismi. Ikki qatim. Bu nurg'un xalqaro davlatlar tunug'an shu vaqtda, ba'zi davlatlar, kuchli davlatlar shu vaqtda. Albatta. Bayroqlardan tortib, pasportlardan tortib, loyihalangan bir nurg'un material, hujjatlar bo'lgan ekan. Shuni bugungi butun da'vogarlarning hammasi shuni ko'tarib menyapmiz-da shu. Albatta. Oxirida qilingan shu Cumhuriyetning bayroqlarini ko'tarib menyapmiz. Balki bu jihatdan bo'lishi mumkin. Bu jihatdami? Ya, ikki jihat o'zi tang. Pallaga qo'ysang, bumi o'z ahamiyatiga ega, bumi o'z ahamiyatiga ega. Buning hech nimasi. Hamda masalan Turkiya davlatida biz Uyg'uriston desak, unchalik ko'p tonilmasak, Doğu Turkiston deb aytsak, toniladi masalan. Ovozi chiqadi, chunki Doğu Turkiston deganda, o bizning bobolarimiz kelgan o'lka, bizning ajdodlarimiz yashagan o'lka deb bular buni deb tushundi. Shuni faxrlanib aytish kerakki, lekin bu yerda o'sha tarixiy mezonlarda shu boshqa abaqi
e'tiborga diqqat bo'lgan masalalar bor. To'g'ri, to'g'ri. Rahmat, nihoyat yaxshi fikrlar bo'ldi. Ammo shu Ipak yo'lini abayqa hali etidimi siz besib o'tgan yo'llarni qildik. Ammo shu oxirgi yillarda hozir Xitoy jiddiy shaklda nihoyatda tashviq qilib, shu yangi Ipak yo'lini jonlantiramiz deb nurg'un davlatlarga berib, hatto Turkiyaga kelib, xuddi bu Ipak yo'li tarixda men Xitoyning qurib chiqqan, Xitoy ishiltib menib chiqqandek, shu Ipak yo'lining asli egalari kim deb tarixiy ko'z bilan siz bir deb bersangiz. Mana agarda mana shu Ipak yo'lini olgan bo'lsak, mana shu kitobimizni olib ochadigan bo'lsak, manbalar qayerdan keldi? Mana shu manbalar mana antik, qadim manbalardan olamiz. Qadim manbalarda Ipak yo'lida to'g'risida nimalar yozilgan? Masalan, Vizantiya olimlari, Rim olimlari, qadim olimlar, 1-milodiydan 1-asrda yozgan olimlar. O sayoqlar nimalarni yozgan, qanday ma'lumotlarni keltirgan, qanday nimalar hammasini qildi. Endi qadimiy izlizlar qayerdan kelib chiqdi? To'g'ri. Masalan, agarda biz bir qarashni oldigan bo'lsak, ikkinchi qarashga e'tibor bermaysak, bu adolatsizlik bo'ladi. Albatta. Endi adolatlik bo'lish uchun biz olimlar obyektiv shartga qaraymiz, obyektiv faktlarga qaraymiz. Obyektiv. Masalan, dunyo miqyosidagi obyektiv shart-sharoitga qarab, shuning uchun har bir yozgan narsamizga javob beramiz biz. To'g'ri. Har bir yozilgan setraga. Masalan, Uyg'ur Ipak yo'lining qadimiy ildizlari deganda, men nima ma'no bunga qanday ma'noni qo'ydim? Qanday ma'no qildim? To'g'ri, men bir fikrni aytaman qisqacha. Bütün manbalarni oldim. Fransuz ensiklopediyasini elib buni olsangiz, China Silk Road deydi. Xitoy Ipak yo'li. Bulardagi ipak Xitoyda ishlab chiqargan, Xitoy ishlab chiqqan. Demak, bu yo'l Xitoy karvonlari chiqib, butun shu yo'llarni bizning vatanimizdan yo'llarni bir havodan uçmaganda, paytda aeroplanlar bo'lmagan-ku. To'ygalar qanaqa qilib havoga chiqib ketadi. Piyoda minib karvonlar bilan 2 oy, 3 oy, 6 oy, 1 yil mobaynida shu yo'limizdan o'lkaning shu turkiy xalqlarning yashaydigan, Uyg'ur turklar yashaydigan zaminni besib o'tish kerakmi? Albatta, shu. Demak, o'sha har bir manbani olsam, hozir men tushundim. Shunda hozir fikrimni tugatib o'tay. Shuni manbalarni olsam, hammada o'sha Xitoy hamda ma'qul. Bizda rus tilida alternativniy точка зрения deydi. Masalan, qo'shimcha fikrni, dalil fikriga diqqat bilan angla. Men sening fikringni angladim deyman. Masalan, Xitoy olimiga. Endi menimi anglamsa, ya meni anglamamsa degan fikr tug'ildi. Ya anglaymatsa, angla. Mana bu faktlar. Xo'p. Sen dunyoga jon savatda Ipak bizniki. Ipak yo'l biz kashf etdik. Ipak yo'lda dunyoga ega bo'lamiz biz. Bizdan boshqa hech kim nima qila olmaydi. Biz merosxo'rmiz deymiz, xo'p. Endi men manbalarni qara. Mana o'zingning tarixiy manbalarini qaraganda, Xitoy manbalarini olamiz. Olganda, bunda olsak, Xitoy manbalarida Xotan Qoshteshi yo'li. Abaq ko'rsatgan yo'l Xotandan Xitoyning qadim poytaxti Chanyangacha borgan yo'l, u Ipak yo'li emas. Qoshteshi yo'li bo'ldi. Qoshteshi yo'li. Ilgari Ipak yo'li deyilmagan, ikki xil yo'l bo'lgan. Lazorit yo'li, lazorit Badaxshonda chiqadigan qimmat tosh. U birinchi savdo karvon yo'llarida birinchi Ipak nima bo'lmagan. O'sha toshlar, qimmatli bahodir toshlar, bu yoqqa to'shilib, bu yoqqa to'shilib, uning ichida Qoshteshi. Qoshteshi qayerdan chiqqan? Xotan. Tamam. Qashqadimi? Uning nimalari bor? Xotanda bu bor. Endi manbalar, mana bu Shvetsiyaning olimlari Sven-Gedin, men bu yerda yozib chiqqanman. Sven-Gedin. U Yevropaning olimi, u betaraf adam. U borini ko'rib yozdi. Xo'p, u kelib shu arxeologik qiziqlarni to'zg'anda nima qilganda, Xotanda bundan 4500 yil ilgari ipak to'qilgan. Ipak to'qilgan. Ipak mavjud bo'lgan. Ipak o'sha masalan
tuzlarlar, to'roqqa o'xshagan tuzlarlar butun Xotan o'lkasida bo'lgan. Derak bo'lsa, Salah nimasi bo'lsa, nima bo'lsa, uni ipak to'qiladi. Shu masalan, Turfonda, Xotanda tepilgan mana ipak buyumlari 2000 yil oldin tepilgan o'sha arxeologlarning nimasi hisob bo'yicha. U qayerdan kelib qoldi? Xitoydan kelib qolgani yo'q-ku. U ashaning mahalliy ashaning nima? Demak, Xotandan chiqqan yo'lda, Xitoy manbalarida Xotanning savdogarlari, Uyg'ur savdogarlari bugun imperatorimizni saroyiga qoshtishi, nefrit deydi. Nefritdan ishlangan buyumlarni akilib sotdi. Biz palon so'mga oldik. Imperatorning saroyiga muzey qo'ydik degan manbalar yozib qo'ygan. 4,5 ming, 5,000 yillik manbalar bular. Demak, bu endi Xitoydan bir shahardan chiqadi Chanyandan, lekin Loyandan. Bu qadimiy shahar poytaxtlari. Ashadan chiqib, qayoqqa mangdi yo'l? Qorabog'ga bordi. Beshbaloqqa bordi, Turponga tushdi. Bizning zamindan o'tgan 30 shahardan besib o'tdi-da, o'tib keyin askan O'shqa kelib, O'rta Osiyodan Kaspiy dengiziga o'tib ketib, Turkiya, Konstantinopol, hozirgi Istanbul shahrigacha keladi. Mana bu manbalar asosida men haqliq ravishda men aytayapman. Bu yo'llarning nomi qadim Uyg'ur ipak yo'li. O'zlarining manbalarida Uyg'ur ipak yo'li deb yozib qo'ygan manbalarda. Xitoy manbalarida yozib qo'ygan. O'sha Qorabog'ga so'nga, Mashadan, Chanyandan Qorabog'ga so'nga borgan yo'llarni Xitoy manbalarida Uyg'ur yo'li deb nom olgan. Men buni o'ylab topganim yo'q. Yazqo'ga yo'q, bu manbalarning nimasini men shuni nimasini berdim. Shuning uchun haqliq ravishda biz dunyoga masalan men aytayapmanki, bumi nima bu dunyo qarash bu ilmiy manbalarni inobatga elish kerak bo'ldi. Ashunda adolatli bo'ldi. Shunga adolatli bo'ldi deb. Rahmat, Alloh rozi olsun. Endi mishkallanmış hozir endi siz tariximizde shunday nurg'unlagan o'qisak insonni hayajonlantiradigan nurg'un güzel haybatli kuchli tarixlarimiz o'tgan bir millatning ajdod avlodlariniki bo'lgan ahvolda haqiqatan ichinchi bir ahvolga kelib qolgan bir ahvolimiz endi. Sizce bir tarixshunos ko'zi bilan nima uchun bu ahvolga kelib qoldi deb qaraysiz? Men 2 yil davomli shu ona vatanimda yurdim. Faxrlanib yurdim birinchidan. Xo'sh. Tuyg'ularim cheksiz. Hayajonlardan suratga tortganda ko'rdinglar, qanday bir hayajonlar bilan tortyapman suratga. Bu albatta tushunarli holat. O'tmishimiz bilan faxrlanamiz, adlar bilan faxrlanamizda. Lekin hozirgi ahvolga agarda bir nazar tashlaydigan bo'lsak, men buni ko'rdim. Xalqimiz, millatimiz ozroq bir shunday bir tushunmaslik holatga kelib qolganini aniqladim men. Ana ko'rindi shu, ko'rindi. Mana tarixda tarixiy xotira deymiz. Tushunmaslik derken jahil bilan. Ha. Tushunmaslik. Jahillik keyin uning iqtisodiy sabablari bor, siyosiy sabablari bor. Bu yerda hozir birinchi masalani qarab chiqaylik. Masalanda shu men biroq nazar tashlaganda shu iqtisodiy turmushi yomon. Bas. Töven. Kelgan haq unchalik bilim darajasida ongi saviyasi töven. Kitap okunmasa, nima qilmasa, unisi bu yo'q, u yo'q. Faqat qo'ltaqni beqish bilan, qo'ltaqni to'ydirish bilan xalq ovora. Bu yerda shu Xitoyning siyosiy sababli, qasdlik bilan mushkilga tushirilishi. Shu o'rinda, endi u tushunarli holat. Endi lekin o'lkani ko'rsang, o'lkaning boyliqlarini ko'rsang,
ve cheksiz boyliklar. Aşını mesela 100%'ni elip, mayli 50%'ni işletmesangmi 30%'ni şu halkka eğer de işletse, o halkın turmuş derecesi adrak bolsa oңşaydı. Mesela eğer de biz işki Xitoyda oylik jihatdan bugungi kunda hisoblab ko'radigan bo'lsak 15 ming yuan oylik evatıdı. 15 ming yuan bugungi kunda 1,5-2 ming dollar degan narsa. Bizning bizning hududiki Şinjan Uyg'ur avtonom rayonida ataganlar shu rayonda qaramasam o'rta hisobda 2 ming 3 ming yuan farqi bormi? 4-5 qitim farqi bor. Lekin iqtisodiy turmushning nimasiga bu ta'sirini ko'rsatadi. Keyin ikkinchi masala bu dunyoviy masala bo'lgani uchun buni dunyo e'tirof qilib bo'ldi. Dunyo biladi. O'zi Jumhuriyat hukumatining o'zi yaxshi biladi. Siyosati shu bo'lgan ekan. Qara. Bu agarda bir millatni yo'qotmasang, tilini yo'qot. Bu millat o'zi yo'q bo'ldi. Agarda bir millatni yo'qotmasang, tarixini yo'qot. Tarixni yuvatgan u odam, u xalq, u millat qayerdan kelib chiqsang, Manqurtga aylanadi, Chingiz Aytmatovning Manqurt asari bor-ku. Shu Manqurtga o'xshab qoladi-da, o'zining kimligini qayerdan chiqqanini bilmay qoldi u. Butun millat, bütün siyosat shuni qarab ketyapti. Butun bir millat Manqurtga aylanib qoldi. Butun shuni ketyapti hozir. Ongsizlik darajasiga, saviyasizlik darajasiga, to'monlikka Uyg'urchasiga aytsak, dangalga tushirib qolgan ahvolda, dangal, mana shu dangal qanday nima bo'lsa, shu dangalning aylantirib qo'ygan, ishsiz, yaroqsiz, ya to'piq yaramaydi, ya bir nimaga imorat qurishga yaramaydigan narsasi bor. Ikkinchidan, buni dunyo e'tirof qilgan narsa, bu masalan assimilation deydi, assimilyatsiya deydi, nima qiladi? Endi u til, masalan bir til ikkinchi tilga hukmron bo'lishi mumkin, lekin ma'lum chegarada, ma'lum bir tarixiy zaminda, ma'lum bir vaqtda keyin tabiiy u narsa o'zidan o'zi yo'q bo'lishi kerak. Lekin agar bizning tilimizga bu butunlay xitoylashtirish, o'lkalarda, maktablarda butun faqat xitoy tilida dars berishi, bilimlarni berishi faqat xitoy tilida, olani berishi faqat tilida, tarixini o'qamsa o'qi xitoy tilida, tilini o'rganamsa o'qi xitoy tilida. Bu ham o'zgartirilgan tarixda. Unga men masalan olim sifatida men qo'shilmayman. Men uni qo'llab-quvvatlamayman. Qo'llab-quvvatlamayman. Nimaga degan? U mening millatim, mening xalqim. Men erkin davlatda yashayman. Men erkin fikrga vakilayman. Biz mana Turkiya davlatida ochiq suhbat epiryapmiz. Ko'rsan, anglasan, agarda bir xato, bir narsalarga biz bir fikrlarga nima qilgan bo'lsak, javobini beramiz biz. Lekin biz o'zimizning fikrimizni olim o'zining fikrini aytishga dunyoning qaysi mamlakatida bo'ldi. U Yamaykada bo'lamdi, haqliq. O'sha men o'zim bir shu xalqning, shu millatning bir vakili sifatida o'zimning fikrimni aytishim lozim. Men qarshiman. Ben rozi emasman. Bundoq bu millatni bu ahvolga akilib, butunlay tilidan ayrilish, tilidan mahrum qilish, bu Birlashgan Millatlar Tashkilotining oldida javob berish kerak bunga. UNESCOning oldida javob berish kerak. Nima qilish kerak? Bu daqil bunchalik bu darajada chiqib ketish kerak emas bu. Bu keyin nimaga aylanib ketadi? Bu zulmga aylanib ketadi. Bu zulm har xil zulm, iqtisodiy zulm bor, siyosiy zulm bor, psixologik zulm bor. Uni narsani hammasini e'tirof bo'lmasin. Shuning uchun bu dunyo e'tirof qilgan muammo, bu dunyo ahli, dunyo jamiyatiga buning xabari bor. Bu men Amerikani ochqinim yo'q siz bilan. Masalan, bu shu studiyada o'tirib, butun dunyoga Amerikani ochdik, mana bundoq qilyapti. Buni butun dunyo biladi. Xabari bor butun dunyoni. Lekin buni to'xtatish yo'lini izlashimiz kerak. Qanday qilib jarayonni to'xtatish kerak? Qanday qilib to'xtadi? Endi shu qanday qilib shu xalqaro demokratiya tashkilotlari,
xalqaro demokratiya qonunlari, xalqaro bugun mana Yevropa davlatlarida tutayotgan siyosatini xalqaro birorta hozir bir millatni mana azroq bir teyib qo'ygan, vang chang qilib Yevropada bayroqni ko'tarib chiqadi. Bu yerda butun millat bir o'zini yo'q bo'lib kelayotgan bo'lsa, biz qanaqa amal qilsak shuning uchun dunyo mesela demokratiya davlatlari bular hammasi o'zining fikrini dalil aniq etib va o'z himoyasiga olish kerak. Bir misol. Eskimoslar bor. Bor yo'g'i 1000 tal qopti. Kimlar? Shimolda Eskimos degan millat bor. Shimolda. Nerede? Avrupa'da. Yevropada, o'sha nimasi Skandinaviyada, shimolda. 1000 tal qop. 1000 tal nüfus. 1000 adam. Shularni Birlashgan Millatlar Tashkiloti himoya qilish uchun million dollarni ajratdi. Açtan yo'qolib ketmasin. Yo'qolib ketmasin. Tili yo'qolib ketmasin. Keyin yana bir ularning yeydigan u cho'ng qanaq palaq Uyg'ur tilida men qanaq deydiki, palaqlab yuradigan bir tulen deydi uni rus tilida palaqlab yuradigan bir nima bor. Suvni teyida yuradi, suvdan chiqadi, tulen deydi uni. Pingvinning bir turi. Bir turi olma tulenda. Ular ashdan yig'ini yeydi ekan. Aşdan yığını yap, ularning aşı Uyg'urning milliy taomlari masalan lag'man bo'lib, nima bo'lgan bo'lsa, ularning aşı milliy taomiga da. Endi u dunyo miqyosida kamayib borganini hisobga olsang, qizil kitobga kirgizdi u. Abaki hayvonni. Ular eskimoslar yeydigan hayvonni qizil kitobga kirgizayotganda, lekin deb qo'ygan. Ammo eskimos xalqi cheksiz uni ovlab tamak qilib ishlatishga haqqi. Nimaga tamak nemasi o'lib qoldi ekanlar. Subhanallah. Başka fikrlar. Xo'sh, endi sizga şu dünyanın bu kadar Yevropa bo'lsin, mayli inson haqlari bo'lsin, tashkilotlar bo'lsin, har yil siz degandek biladi vatandagi bo'layotgan ishlarning hammasini. Ammo bir yani akademiya dunyosida bu nurg'unlagan har yil e'lon qilinayotgan bizning vatan to'g'risida maqolaning addiy hisobi yo'q. Ammo Xitoy shunchalik bir yüzü qalin u qadar xijil bo'lishini bilmaydigan, hammani shuncha bola dalil isbotlar to'simi hammani dunyoning oldiga, kameraning oldiga chiqib xijil bo'lmasdan deyalaydi. Biz bunda qilmadik. Hech bir ish yo'q. Hamma narsa hamma narsa güllük gülistanlik qiladi. Biz taraqqiy qildiryapmiz, hammaga erkinlik beryapmiz deb buni xijil olmay deyalaydi. Mushundaq bir ahvolda hamda Uyg'ur xalqi dunyoviy tashkilotlar hammasi shuna biz uchun nurg'un narsalarni yezib qilgan bilan kuchlik bir nima qilolmaydi. Siz faqat Xitoyning shu iqtisodiy kuchidan yoki dunyodagi kuchidan sababidan uni mudohala qilolmaymiz deb yuramiz. Yoki bu o'zgarish ehtimoli bormi? Har bir inson qanaqadir bir tuyg'ular bilan yashaydi, rejalar bilan yashaydi. O'z millatiga qilish nima qanaqadir har bir o'zining burchini ado qilishda o'zining oldiga bir maqsadlik vazifa qilib qo'ydi. Men olim sifatida o'zimga mana shuni qurol qilib oldim. Xo'sh. Mana shu qadim tariximiz, boshlarni hammasini buni dunyoga to'ntirganda bizningki hozirgi ahvolimizga shu mos kelamdi. Biz shunga loyiqmizmi? Biz qaysi qilgan gunohlarimizga biz bunday millat sifatida ezilib, millat sifatida yo'q bo'lib ketyapmiz? Ashunga dunyo nimalari javobini bersin, topsin. Mana mening asosiy beradigan javobim. Londasi şu vaqt oyni etak bilan yepib bo'lmaydi. Qanchalik uni o'rg'an, u tomondan o'rg'an, bu tomondan o'rg'an, mana bizning chechaverdi. Bizning başa tariximiz chiqib kelaverdi. Fransiyada chiqib keladi, Almaniyada chiqib keladi, Germaniyada chiqib keladi, Rossiyada chiqib keladi, boshqa. Mana bizning asosiy himoyamiz shu. Qachonki biz buni kengroq miqyoda men shuna deb tushunaman. Men qanchalik
mashina ko'proq hozir nimada darajada ko'proq nimada buning nimalarni sonlarini ko'paytirib boshini nima qilib qilganda o'sha bizning davoyimizni o'qib ingliz bo'lsa o'qib it's very bad no stop talking deydi buni to'xtatish kerak deydi mana asosiy g'oya yashayapti. To'g'ri. Har soha kuchlari qo'ldan kelgancha harakat qilish kerak. Albatta. Oxirgi bir so'zingizni olib programma tugatsak, sistema shu butun dunyodagi tashkilotlar bo'lsin, akademik bilim insonlar bo'lsin, Uyg'ur xalqini ravuz kuchlantirish uchun, davoyimizni texnik kuchlantirish uchun, vatanimizga bir foydali bir ish qilib, vatanimizdan bir kun bo'lsa-mu baldur ozod bo'lib qutulishi uchun nimalarni qilish kerak sizcha? Shu O'g'uzxonning O'g'uznoma degan kitob bor. Shu O'g'uznomani elib Uyg'urning etimologik ma'nosi nima o'zi Uyg'ur degan narsaning ma'nosini oldilar. Uyg'ur degani uyushqoqlik, uyushmoq, birlashgan degan ma'noni bildirdi. Demak, bizning ajdodlarimiz birlashgan holda dunyoga to'nildi. Birlashgan holda tariximizni ro'yobga chiqadi. Birlashgan holda manbalarda qoldi. Bugungi kunda biz qayerda yashamaylik, qaysi davlatda yashamaylik. Masalan, mana Turkiyada mening xabarim bo'yicha bir 5-6 20 ga yaqin, bir 22 ga yaqin Sharqiy Turkistonni davosini qildigan tashkilotlar bor. Hammalarning maqsadinglar bir. Hozir Yevropada Uyg'urlar ko'payib qoldi. Yevropadagi Uyg'ur tashkilotlarining maqsadi bir. Boshqa joyda, boshqa o'lkalarda yashaydigan etamag'an holatdami, lekin yuragida, hissiyotida, nimasida, baribir o'zining fikrida, o'zining nimasida bu hissi bor. Hissiyot. Bor. Ichida nima madad nima qilib qilishda. Shuning uchun asosiy bizning nima qilish ma'rif orqali. Ma'rif mana bir yuksaltirish kerak. Bu bir. Ikkinchidan bilim saviyasini ma'rif oshiramda, bilim saviyasini oshirgandan keyin demak biz hozir zamonaviy bugungi kunda zamonga talab qiladigan nima kasblar bor? Shu kasblarda. Mana bu studiyada o'tiramiz. Zamonaviy bugun media dunyoni boshqaradi. 4-hokimiyat deydi. Xo'sh. Media mana sizlar vaqtga qora kuchlimi kuchlikda? O'nta qurolni kuchlik. Albatta. Bir aytilgan söz o'qtak berib o'zi o'qtak aytiladi. Bu aniq. Shuning uchun men istardimki shu bizning millatimizning vakillari qaysi davlatda yashamasin, shu zamonaviy nimalarga erishib, o'sha mahallani mana hozir Yevropadagi yashayotgan Uyg'urlarimiz mahalliy tillarni bilib, ingliz tilida, shved tilida, fin tilida, fransuz tilida so'zlab, bizning masalamiz hozir yuqori javarishga chiqdi. Zamonaviy ko'sa bilimli bolalar chiqib masalani qonuniy yo'lda to'g'ri qo'yib Boshqa yechimini tepishga bizning yechimimiz ketib qoldi. Bizni bir nimaga g'orga kirib qoldik. Bizni boshqa majbur qilib ashyoga kirib qo'ydi. Bizni mashhaddan qutultirib ochib ketishinglar biz maslahatinglarga yordaminglar muhtoj qilmaydi deydigan daraja keldi. Ya'ni shu daraja kelgan paytda, shu vaziyat kelgan paytda endi biz boshqa o'zimizning milliyligimizni, o'zimizning milliy ongimizni ko'tarish maqsadda. Milliy ong agarda ko'tarilmasa, 10 tal chiqish qiyin. 10 tal namoyish qilgan. Milliy ong uning bilan rivojlanmaydi. Millatchilik bilan milliy ongni qanday Millatchilik, tushunasiz? millatchilik bu milliy ongning bir shakli. Milliy ong kengrak doirada. Milliy ong ming'illab milliy xotira deymiz. Milliy xotira. Nima mabay aytgan milliy xotira bu tarixiy jarayonda joyiga ega milliy xotira.
tarixiy xotira, milliy xotirada millatchilik bu o'sha millatni himoya qilish. Shu millatning tili yo'q bo'lib ketmasligi. Millat o'z-o'zida yo'q bo'lmasligi uchun. Buning uchun kurash. Millatchilik mana bu kurash. Har xil tomonlar. Kurash olimning kurashi ma'vo, iqtisodchining kurashi ma'vo, siyosatchining kurashi ma'vo. Sizlarning vazifanglar buni media orqali, nimalar orqali dunyoga to'ntirish. Shuning uchun bizning o'sha ishqital masala bu milliy ongimizni saviyasini oshirish. Saviyasini oshirish. Bizda loqaydlik, befarqlik degan narsa rivojlanib keldi. Loqaydlik degani, befarqlik degani unchalik qandoq masala? Beparvo. Masalan, shu ayrim insonlarda yaxshi o'zining tuyg'ulari bor, nimalari bor, ayrimlarda beparvolik bor. Nima dedik? Tushkunlik bor. Xo'sh. Foydasi yo'q. Kim o'qiydi bu kitoblarni? Kimga kerak bu kitoblar? Ya'ni har qanday salbiy tushuncha. Uni masalan qanday insonlar yuritadi? O'sha baqa aytgan. To'g'ri. Milliy ongga saviyasi tushib ketgan. Milliy ong tuvan bo'lsa, u ma'noning ahamiyatini tushunmaydi-da. Bilmaydi-da. Lekin oshni biz sening miyang yo'q. Sen oyoq o'ta deb chiqib qo'yamaymiz. O'zandan chiqqan baloga qayda borsan davoga deydi, oshni tarbiya qilishimiz kerak. Oshni akilib, voy inson nodon, sen nodonlikka tushib qolsa, lekin va tarixini o'qi. Bir o'qig'ini. Qanday bir kishidan qanday bir nemidan sen quruq qavatingni o'rnatdi. Bu qo'saqni-chi hayvonni kunda to'ydirdi. Agarda biz qo'saqni beqish bilan ovora bo'lib, atganda turib qo'saqni yedik, ayrim insonlarni men bilmay, atganda tomoqni yeydi, keyin endi xo'jam tushlikni qayerga berib tomoq yeymiz. Ayolga borib yeymizmi, nima yeymiz, langma yeymizmi, pol yeymizmi? Faqat g'am xiyoli nimada? Qo'saqda. Men aytmanki, xo'p, sen mayaka. Bu mayaning mahsuli kitob, bilim, gez o'qish, kitob o'qish. Mayaning tomog'i ashu. Bu yerga jillab tomoq bermasang, men miyang dogma bo'lib qotib qoladi-ku. To'g'ri. Evet, güzel bir sohbet oldu. Köp rahmet, kıymetli fikrleriniz için. Vaqtni aslında bir şey to'xtaydi inşallah. Yeni bir suhbatda, yeni texnik güzel bir paylaşacağımız. Rahmet, Allah razı olsun. Köp rahmet. Men sizga va mana shu studiyada ishlayotgan butun Uyg'ur qarindoshlarimga, innilarga, mana yerlarda innimiz qanchasi 5-10 yashadi. Hozir shu mana shu bizning jonliq suhbatimizni ta'minlab beryapti. Mashadan mashinani kuch chiqarib, mashada Uyg'urning ovozini, Uyg'urning davosini ro'yobga chiqarib, media resurslar orqali ko'z tutayotgan nimalarga men o'zimning minnatdorchiligimni bildirmoqchiman, xo'sh demoqchiman. Hamda sizlarga ishingizga cho'ng muvaffaqiyatlar, mana shu yuragingizda o'tinglar borkan, mana shu ishni qilyapsizlar. Shuning uchun mana shu o'tinglar hech qachon o'chmasin. Men xohlaymanki, shu Turkiya davlati yanada rivojlansin. Men go'zal Istanbulni texi tomosha qilishga vaqtim bo'lmayapti-da. Lekin men ishlar bilan band bo'lib, endi erta bir shanba kuni bir go'zal Istanbulni bir cho'glab, bir dengizlarning oldiga bir azroqmi bizmi shuncha joydan kelgan bir ko'raylik davatimiz. Shuning uchun men butun Turkiya xalqiga, Turkiya hukumatiga men eng yaxshi niyatlarimni, eng yaxshi futuqlarni tilayman. Hozir mana ko'ryapmiz, Turkiyaga chatdan qanchalik tajovuzlarni keltirib, bo'lar bo'lmas qalam-qonlarni akirib, har xil nimalarni qiladi, lekin Turkiya davlati bo'ysun nima qilmasdan, bo'yni egmasdan o'zining milliyligini, o'zining g'ururini yo'qotayotgani yo'q. Shuning uchun shu qatorda men angladim, mana shu Uyg'ur qarindoshlarim shu vatandosh, mana shu davlatning vatandoshi bo'lgan ekan, bir xilda o'zining ona vataniga bo'lgan xususiyatlarini bildirib kelayotganini buni Turkiya hukumati bilib yaxshi nima qilganini bildi. Shuning uchun sizlarga muvaffaqiyat, ishingizga cho'ng muvaffaqiyatlar tilaymiz, hammaga tilaymiz va butun Turkiya xalqiga men yana bir o'zimning minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Allah razı olsun. Köp rahmet.
Hürmetlik televizyon görüşler, şimdi akılıp bugünkü söhbetimiz buna ait. Kızılın keyfiyetleri güzel bir söhbet oldu. Köptün köp rahmet etimiz ustazımız Abdullah Turan, doktor profesör Abdullah Turan akımızga. Yeni bir katımlık söhbetten inşallah başka mevzularda görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah tavsiyemiz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.